kuni shunda uyg'ondim, SMS birinchi marta kelib turibdi-da. Xurshida Zakirovna homiladorman deganday. Xurshida Zakirovna, faoliyatingiz davomida qiziqarli, esda qoladigan voqea bo'lganmi? Har bitta kunimizda shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi. Bundan bir necha oy avval qabulimga bir bemor keldilar. Yangi turmush qurganlar. To'ydan keyin ular 6 oydan keyin nimagadir homilador bo'lmayapman deb tekshiruvga keldilar. Tekshiruv natijalari siz bilasiz reja asosida tekshiramiz, ya'ni homiladorlik tayyorlayotganda ularda 6 oy bo'lgani uchun unaqa chuqur tekshiruvlarga olib kirmadim. Oddiy birinchi UZI tekshiruviga olib kirdik. UZI tekshiruvida shunaqa aniqlandiki, что bachadon va tuxumdon o'ng tarafda bor, lekin chap tarafda tuxumdon ko'rinmadi. Bir samniyani uyg'otadi, bilasiz. Shuning uchun albatta ikkinchi qadam ishim ularda rentgen tekshiruvi bo'ldi. Ya'ni tuxumdon yo'q. Endi bachadonlar bormikin degan savol meni qiziqtirardi. Albatta rentgen tekshiruvida aniqlandiki, ularda tug'umi bitta tarafda tuxumdon ham, bachadon naylari ham yo'q. Lekin ular o'sha kuni shok bo'ldilar. Onalari bilan birga, "Что biz bilmasdik, qanaqasiga?" deyishdi. Men aytibman ularga. Bachadon naylari, tuxumdon bitta tarafda polностью hammasi bor. Siz hamma singari ona bo'la olasiz. Faqat buni biz yaxshilab davolashimiz kerak. Chunki ikkinchi tarafida ham ularda spaykalar bor edi. Ya'ni spayka degani bu shamollash, yallig'lanish hisobiga ularda paydo bo'lgan. Uni operatsiya qilib ochdik. Spayka ham, ya'ni operatsiyamiz udachni o'tdi. Hammasi zo'r bo'ldi. Ertalabdan shunda uyg'ondim. Bir kuni shunda uyg'ondim, SMS birinchi marta kelib turibdi-da. Xurshida Zakirovna homiladorman deganday. Men juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki bu rostdan ham bir xursandchilikka arziydigan voqea. Ya'ni ular yosh oila, bitta tuxumdon va bitta bachadonlar bilan homiladorlik bu baxt bo'ldi men uchun. Hozirgi paytda ular nechta farzandi bor? Hozir endi birinchisiga homiladorlar. Xudo xolisa yaqin kunlarda farzandlarni dunyoga keltiradi.